Ko'p bemorlarimiz "Meni eshitishim pasayib ketyapti, doktor. Nima qilsam bo'ladi?" deb murojaat qilishadi bizga. Eshitish pasayib ketishi bu ota bobosidan nasliyatga o'tishi ham mumkin. Ikkinchisi, tashqi muhit ta'sir qiladi. Chunki постоянно doimiy muhitda shovqinli joylarda ishlaydigan ishchilar ularni ham qulog'ini shu nerviga zararlab qo'yish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Masalan, oddiy misol, perforatordan foydalanadigan ustalarimiz bor. Ular постоянно o'sha doimiy holatda bu narsadan foydalansa, quloqni nervlarni zararlab qo'yish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Va har xil toksik dorilarni ichish, sigaretlar, tamaki mahsulotlari, alkogolli mahsulotlar, постоянно stress eng ko'p hozir ilmiy tadqiqotlarga qaraganda quloqni eshitishini pasaytiruvchi nervlar stress holatdan kelib chiqyapti. Chunki agar qancha organizmda o'sha nerv tolalari stress holatda bo'lsa, bu shuncha nerv qabul qilish, zararlanib qolish ehtimol emas, bu fakt. Уже Yevropalarda ham, chet ellarda ham bu narsani chop etilyapti. Shuning uchun o'zinglarni har xil narsa emotsiya bilan qabul qilmasdan, ko'p asabiylikni buzmasdan eng zo'r davolash taktikasi shu.